Assalomu alaykum Ekspres obunachilari. Shanba Toshkent Qoraqamish qush bozoriga keldik. Hali savdo quyonlarni syomka qilib sotib boriladi. Eshikdan kirganda Mushu bozori. Mushular. Nima savdosi bo'ldi? Mushuni savdosi bo'ldi. Toshbaqalar, akvariumlar, quyon bozori boshlandi. Salolga nech pul ekanmi aka? Qaysi biri? Katta. 300 ming bo'lishi. Qo'lingizdagicha aka? Bu ham 300 ming kami bor, kelishtirib beramiz. 300 mingdan so'radilar, kami bor ekan. Bilasizlarmi dada? Salol. Nech pul ekan? Nech pulga? Ikkalo 300 ming. Ikkalo 300 ming so'm bo'pti, barakasi. Samkam samitsizlarmi bular? Necha oylik bular? Ishlaganmi? 1 yilga borgani yo'q ekan. Erkak to'g'risi 300 ming bo'pti. Barakasi bo'lsin. Panda nech pul aka? 200 mingdan. Bular hammasi. Mana qaysi zot aka? Xatot. Xatot chokolad. Xatot. Telefon nomeringiz-chi? Telefon nomeringiz-chi? 93 899 4'te 1 4'te 4 4 ekan. Bular nech pul aka? 100 ming. Bu qaysi paroda aka? Nech pul bu paltar? 300 ming. 300 mingdan aka. Ha, quyonlarni. 100 so'm. Bu nimadan chiqqan zot bu? Nimadan? Burgun, toza burgunmi yo sinishinlimi? Hozir 10 ming dirham. Nech puldan dedingiz? 100 dan. 100 so'm. Nomeringiz-chi aka? Qancha? Ya, esichi. Ha? Esichi. Aka rozi bo'ling. Internet. Telefon nomeri aytasizmi internetga? Internetga qo'yishga telefon nomeri aytasizmi? Ne? Klientlar telefon qiladi, siz Yandexga borasiz, kartaga tashlaysiz. Telefonini bermadilar, shunday ekanlar, qo'yganlar bor ekan, yozgan. Bular nech pul ekan aka? 300 mingdan 500 minggacha. Qaysilar 300 ming so'm, qaysilar 500 ming? Bitta qora ranglilari 300 mingdan aka, qolgan rangli 400-500 mingdan. Ularniki bular nech pul aka seringlar? seri aka 400 ming qidiriladi. Salandir deyiladi, kablakli salandir. O'qli germili, mana galuboy gamlar deyiladi. Hammasi kablik bular Yevropa aka. Yo'q sharoitida ham boqsa bo'laveradi mana. Bu kablik Delinar deyiladi. 100 grammdan 1 kilogacha bo'ladi. Bu ham 50 dollar turadi aka. Qulog'i ham kalta, razmeri kichkina bo'ladi. Ukam qo'yib qo'yadi. Zot bular aka, hammasi. Pandalar ham sizlarmi aka? Ha, bu gallan panda sredniy paroda. 250 mingdan 300 minggacha bo'ladi. 250 ming, 300 minggacha bo'layotgan ekan. Sredniy gallan pan. Buni ham karliklari bo'ladimi aka? Ha, bo'ladi. Bu sredniy paroda. Mana karliklar, mana karlik, mana quyuqda. Mana bu o'shani galuboy akalar. Ammo qorasi, mana bular. Mana.
Mana kamlik. Buni sredniysi. Keyin bo'ladi, vesovoy ham bo'ladi. 3 xil zot bo'ladi. Karlik, sredniy, vesovoy. Rahmat aka. Nechi pulgacha aka bu karliklar? 300 mingdan boshlanadi. 300 mingdan. Mana bu nima ekan aka mana shu? Древесный aka, tegina anaqasi. Buni qayerdan oladi buni aka? Sotamiz o'zimiz. Nechi puldan bu? 15 ming. Nechi kilosi mana shumi? Bittasi 20 bo'ladi, bitta qatnashdi. 9 litr qilib qo'yibdi bu. Nechi kilo bu vesi? 15 ming so'm shumi? Bu yem ha bu. 50 gram hashish. Bu nechi pul aka? 30 ming. Kuyonganmi bu? Kuyonganmi? Boqishgami do'kongami aka? Yo'q, reklamaga. YouTube'ga chiqarishga. Bu nechi pul bu aka? 400 ming qilib beraman. Qaysi parovda bu? Karlik baran. Karlik parov. Telefon nomeringiz nechi aka? 94 94lik 688 688 1744. 1744 telefon nomeri. Orqamizda bitonli ekanlar. Toza zot do'ydi. Aka bular toza zotmi, smishinnilarmi bular? Toza zotli. Chiroyli ranglaridan bor. Maşallah. Bu Maşallah deyiladi. Qadar ishni do'ng sharoitdan bemalol boqib urishadi. Qapaslarimiz ham bor. Sharoitlarni beramiz. Oppoqlardan ham bor. Keyin qulon kalta qilganlarimiz. Qulon kaltalarimiz. bu necha oylik hozir ushlab turganingiz aka? Bu 1 oylik. 1 oylik böyle. Necha pul mana shu turgan? Buni 350 ming deb beradi. Ya'ni bor. Hozir. Bu qaysi bir zot? Bu Golland panda karlik. Bu ham 1 oylik. Bu 35 kunlik 1 oylik shunaqa. Sutdan chiqqan yem yeydi. 20 kunda Galvoy akraslardan. Bu necha pulga olib kirasiz? Bir xil aka 350 ming. Ha, hammasi 350 hammasi yoshi bir xil. Qapaslar tashlangan qilib beradi. Qapaslarimizdan ko'rsatib ketdik. Komplekt bilan. Kapalning qilishi uchun qilish hamma narsasi bor. 200 ming komplekt qilib beramiz. 200 ming. Qadarisi. Qadarisi. Bas, seriya qaysi zot bu aka? Golland panda karlik. Do'ng sharoiti bemalol qoladi. Ana mushtumizdan solishtirsangiz kichkinagina emas. Najibda telefonchi ekan. Avvalo bo'lasiz. Nashi padarisi. Do'ng sharoiti bemalol qoladi. Oppoq bilan teglari ham top-toza. Bunga zarar. Toppasa, Hatto kichkinaligi mana mushtumlardan solishtirsangiz bo'ladi. telefonchi ekan. Rahmat aka, bozoringiz Toshkent Qoraqamish Quyon bozorida. Nechi pul aka? Assalomu alaykum. 70 mingdan qilamiz. Bular karlik emas, bular oddiy o'zimizga. Yo'q, bu karlikdan chiqqan bular. Karlik nima? Toza karliklar. Smishinni. Qasingacha chiqqan? Rex bilan anaqadan chiqqan bu. Karliklar. Bularning 102 ta aka. Bering mingni yaxshi bo'ldi. Para qilib olib ketishar, ko'paytirib olishar. Bering aka. Ve obordan okudan o'shanga xos bo'lib qoldim. O'shaga ikkitasini bizga bering. Bering. Ana 60 dan 120 bo'ldi. Bering. Bering ana aka, bering. Hali mana aytgan gaplari bo'lmasin. 120 man. O'zi Dehqonni ham o'ylash kerak. Temir olib qo'yishni ishvoz bo'lib qolibdilar. Bering, xaridor keldi. Ana, maşallah. Ya jigaringdan bering. O'zi ikkita jigaring qilib bersiz, albatta bitta qora jigaring bering. 60 ming so'm. Qiz bolami, o'g'il bolami? O'g'il bolami. O'g'il bola.
Bunisi-chi? Bunisi qizmadi. Shunga tushdimi o'zi? Mana ko'zingniki yablika ochilib. Baragasini deysin, olgangan aka, telefon nomeringizni shunday aytib yubora olasizmi? Aka, telefon nomeringizni shunday aytib yubora olasizmi? Yo'q, Ha, telefon nomerini aytmadilar. Salonga pandan ish bilagan aka? 150 ming so'm. Bular. Ha, bilan. Karlik bilan ish bildi o'da saloni. Karlik bilan ish bil. Kaliforniyami? Ish bil bu. Zilinden sattım, benim 5 tane 12 fazla. Var çıktı yakın. Fotoğrafını bizden sattım bana işte var. Bak çıkan mı? Ya internetga. Telefon nomeringiz bormi o'da? Yo ben şu an ahırı geçsin. Bilan ish bil. Buraya 150 ming. Bular joylari o'zimizdaniki, bular. Bular joylari o'zimizdaniki. Çorlu prisle buraya. Chorniy plyuslarga rossiyskiy. Mana. Mashallah. Rahmat, o'da sotilsin. Instagram'dan Kelasizmi? buni nomini tashlab qo'yamiz. Aytavering aka, nima? 94lik 94lik 688 688 17 40. 17 40 telefon qilaversa, kariklar, setkalar, podarishli, yem, xachi, hamma narsalari bor. Mana suvga shunaqalarni o'zlari o'rgatib, o'zlari ustozlik qilib, hammasini kelishtirib qilib berishar ekan. Bularni zotda toza ko'plar. Necha pul bo'ldi aka? 200 ming so'm bo'ldi. Harakatini bo'lsin. Kanalim borda yana qilsa Turan kanalingiz ayting, qaysi film? Chef Krov. ana qilsa qo'yaveramiz, videosini tashlab bersangiz. Bo'ldi, xudo xolisa. Endi bitta raqam ikkita bo'lib qoladi. Bitta video ikkita bo'lib qolsa, ha bo'laveradi. Aynan bo'ladi. Ko'tariladi o'zi. Mana, jonim bilan aka jonim. Hop, hop, hop. Bo'ldi. Aka, ish bilaganmi Kaliforniya? Izmiysan? Erkakmi, yurg'ochi? Necha kilo desa bu, necha oylik bu? 2 oy 8 oylik. Telefon nomeringiz nechi? 97lik 616 75 77 telefon qilaversan, kimga karlik erkak kerak bo'lsa, bu ishlikda sakrab tirilaveradi, xudo xolisa. Necha bilaganmi qanchalar? 50 mingdan. Pikolmi bular? Yo oddiymi? Qanchalar? 50 ming otlar. 1 oylikmi bular? Yo o'tgan. 1 oylik. Bular ham shu narxmi akalar? Kattalar necha pul otgan ekanlar? Ha. Erkak ekan 9 oylik. Ekspeditsiyani yozing chiqadi. Bular sizdanmi anaqalar? Sames gold bormi? Sames gold bormi? Sames gold. Karliklar kimda? Olaylar, oyimdan so'm qolmadi, dollar hammasi. Shishta olma. Hamma karlik.